Bu rekording o'zim uchun. Xo'p, assalomu alaykum. O'quvchilar, yaxshimisizlar? Demak, bugun Alberidi maktabiga ikkinchi bosqichiga yozmish e'lon qilgandik. O'sha yozmish unchalik qiyin emas edi, oson edi. Просто sizlarni qizdirib olish uchun edi. O'shalarni yechimini o'rganamiz, yozishni o'rganamiz aniqrog'i. Har qanaqa yechimni bilasizlar, yozishdan oldin, chiroyli qilib yozishdan oldin uni yecha olish kerak o'sha misolni. Shu uchun ha deb chiroyli yozishni o'rganguncha o'quvchilar birinchi navbatda misolni yechishni o'rganinglar har doim. Tushunarlimi? Misolni yecha olmagan odam yozolmaydi. Yecha olgan odam yozishni o'rganishi qiyin emas. Masalan, oxirgi bir haftalikda, misol uchun, birinchi bosqich imtihoni o'tgandan keyin orada 2 hafta vaqt bo'ladi-yu, ikkinchi bosqichgacha. O'sha vaqtda chiroyli yozishni o'rgansanglar ham bu sizlarga yetadi bemalol. Faqat ungacha oson misolmi, qiyin misolmi to'g'ri yechishni o'rgansanglar bo'ldi. Mana shu taktika bo'ldi, qiyin emas. Dunyoni qiyinlashtirish shart emas. Chunki bilgansizlar, 45 daqiqa vaqt beradi yozmishga. U yozmish sizlarga olimpiada darajasidagi yozmish yoki qiyin savollar bo'lmaydi. O'tganinglar ko'rgansizlar, ikkinchi bosqichda tushgan savollar pashti testni savollari. Ozgina yaxshi tayyorlangan kuchli o'quvchi u savollarni test deb biladi, yozmish deb bilmaydi. Faqat nima uchun yozmish deyilgan? O'sha savolga mantiqiy ketma-ketlikda tushunarli, asoslangan javob yoza olish kerak. Masalan, javobi 1 chiqsa 1 deb chiqarib qo'ysangizlar yoki chernovikda yechgandek yechib qo'ysangizlar, u sizlarni ballaringizni tushirishi mumkin. Misol uchun 7 ball deyilgan bo'lsa, 1 ball olib qo'yishlaringiz mumkin yoki 2 ball olib qo'yishlaringiz mumkin to'g'ri javob uchun. Lekin asoslangan yechim uchun 100% ball olasizlar. Mana shu narsa borda u yoqda. Yozmishni shunisi bor. Qiyinchilik joyi testdan ozgina qiyin bo'lishi mumkin yoki masalan A va B shartli bo'lishi mumkin. Faqat sizlardan talab qilinadigan narsa o'sha yechimni tushunarli, asoslangan qilib yoza olish. Hozir bu yoqdagi 5 ta savol ham qiyinlik darajasi juda qiyin emas. Pashti hammasi testni savollari. O'ylaymanki to'g'ri javobni ko'pchilik topgan. Faqat uni keraklar yozishni o'rganaylik. Yozganda ham ba'zi bolalar faqat javoblarimni asoslab yozishim kerak ekan deydi-da, o'zi 6-7 qatorda javobni asoslab yozish mumkin bo'lsa, ular 1 varoq, 2 varoq sarflab yuboradi. Hatto qo'ygan verguligacha men shu yerga vergul qo'ydim deb yozadi ba'zida. Yo'q, unaqa bo'lish kerak emas. Sizlar oltin o'rtalikni topa olishlaringiz kerak. Ya'ni qisqa va tushunarsiz ham bo'lmasligi kerak. Juda so'zlar ishlatilib, maydalashib, bachkanalashtirib yuborilmagan ham bo'lish kerak-da. Shunaqa qilish kerak. Shu uchun mana hozir biz o'quvchilarimiz bilan xudo xolasa o'sha 1-iyuldan keyin imtihondan keyin ikkinchi bosqichga tayyorlanishganda mana shunaqa hammasi daftar ushlaydi, yangi daftar tutadi-da, har bitta berilgan mockga chiroyli qilib yechim yozadi va tashlaydi, ustoz baholab beradi. Xudo xolasa mana shunaqa qilamiz. Ungacha sizlar faqat test stilida tayyorlanasizlar. Ya'ni ham qiyin savollardagi testlarni yechib borasizlar, ham mock test yechib borasizlar. Nasib bo'lsa hozir darsimiz tugagandan keyin men katta kanalga bitta savol tashiyman. Imtihonga 1 oy vaqt qolganda men qanday tayyorlangan bo'lar edim degan savol tashiyman. Hamma iltimos o'z fikrini yozsin. Keyin men o'z fikrimni yozaman. Men sizlarning o'rningizda bo'lganimda mana shu 2 bosqichli oldimda kelayotgan imtihonga qanday tayyorlanardim? Men o'zimni usulimni yozaman. Mana shunaqa qilib fikr almashamiz, keyin sizlarga bitta e'lonni beraman keyin. Bo'lmasam boshladik. Birinchi savol. Qani birinchi savolning javobi kimdan necha chiqdi? Chatga yozinglar qani. Mana chatda javoblar keldi уже. Mana juda ko'pchilikdan, Jahongirdan, Davlatbekdan, Zaynabbegim, Ozoda va hokazo, Umar, Abduhalil, Shohrux va hokazo. Ko'pchilikdan keldi, to'g'ri. Ko'pchilik bir javobini chiqargan. Malades. Savol juda murakkab emas edi. Lekin bunaqa savol tushmaydi, menimcha matnli masalaga katta ehtimol shu foizli harakatga doir, ishga doir mana shunaqa qanaqadir
ketma-ketlikli savol tushadi. Xo'p, bu yerda masalani yechamiz endi. Jahongir 2026 soni ustida quyidagi amallarni bajaryapti. Avval 2026 sonining yarmini, keyin qolgan sonning 3dan 1 qismini, keyin qolgan sonning 4dan 1 qismini va hokazo shu tarzda qolgan sonning 2026dan 1 qismini ayirib tashladi. So'nggi amaldan so'ng qolgan sonni toping debdi. Avvalo qiladigan ishlaringiz o'quvchilar, buni Chernovikda to'g'ri yecha olish, javobni to'g'ri topa olish bo'lishi kerak, keyin izohlab yozasizlar. Demak, u 1/2 qismini, keyin qolganining 3dan 1 qismini, keyin qolganini 4dan 1 qismini, qolganini 5dan 1 qismini va hokazo 1/2026 qismini ayirib tashlayapti va so'ngida oxirida qoladigan sonni so'rayapti. E'tibor beradigan bo'lsangizlar, mana bular ketma-ket sonlar bo'lyapti. Mahrajlari 2, 3, 4 va hokazo 2026. Demak, bu yerda bitta narsani ushlab olish kerak. Masalan, har safar masalan nima bo'lyapti bu yerda? Har safar qolgan sonning qanday qismi ayrilyapti masalan? Qolgan sonning 1/k qismi ayrilyapti, to'g'rimi? 1/k qismi ayriladi mana. Har safar 1/k qismi ayriladi. Savol: sonning 1/k qismi ayrilsa, qancha qismi qoladi? Qancha qismi qoladi? Demak, nima bo'ladi shu yerda? Demak, qolgan qism Jahongir aytgandek 1 minus 1/k bo'ladi. Ya'ni k minus 1/k qism qoladi. Mana k minus 1/k qism qoladi. Biror sonning k minus 1/k qismi qoldi degani, u nechiga teng bo'lishi kerak degani. Masalan, a sonining k minus 1/k qismi qoldi desa, qaysi son qolganligini topishim uchun nima qilishim kerak? A ni shu qismga nima qilishim kerak? Ko'paytirishim kerak. To'g'rimi? A ni shu qismga ko'paytirishim kerak. Misol uchun, e'tibor bergan bo'lsanglar, o'zingizlar tushuninglar deb aytayapman-da. Masalan, 1/2 qismi ayrilsa, qancha qismi qoladi? 1/2 qismi qoladi. 1/3 qismi ayrilsa, qancha qismi qoladi? 2/3 qismi qoladi. Mana shu gapni yozganman tepada. Masalan, 1/4 qismi ayrilsa, 3/4 qismi qoladi. Mana. Endi mana shu qoladigan qismlarni topishimiz uchun hammasini nima qilishimiz kerak? Ko'paytirishimiz kerak. Demak, mana buni sizlarga tushunishlaringiz uchun yozdim bu yerga. Demak, mana bu yerga yozsam bo'ladi. 2026 yozilgan bo'lsa, 1/2 qismi ayrilsa, uning 1/2 qismi qoladi. Keyin mana bu sonning 3dan 1 qismi shu sondan ayrilsa, bu sonning 3dan 2 qismi qoladi endi. Endi yangi hosil bo'lgan mana bu sondan, mana shu sondan buning 4dan 1 qismi ayrilsa, buning 4dan 3 qismi qoladi endi. To'g'rimi? Mana qoladigan sonni topish uchun mana shunaqa qilib ketma-ket ko'paytirib borish kerak. Va hokazo eng oxirida hosil bo'ladigan sonni 1/2026 qismi ayrilsa, uning 2025/2026 qismi qoladi. Mana. Shunda eng oxirida qoladigan son mana shu ketma-ket ko'paytma bo'ladi. Ko'paytmaning natijasi bo'ladi. Mana bu bulutchalarni o'chiray endi. Bularni ko'paytirsizlar, mana 2lar, 3lar, 4lar va hokazo qisqarib ketadi. Mana bu yerda 2025 bilan bu yerda 2025 qisqarib ketadi. Bu 2026 bilan 2026 qisqaradi va 1 qoladi. Demak, oxirida nima qolar ekan shunda? 1 qolar ekan. Javob 1. Tushunarlimi o'quvchilar? Kimlar tushundi? Hech olmaganlar bo'lsa. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bahrom, qalaysan? Yaxshi, yechimni ko'rdingizmi? Xuddi mana shunaqa ishlaganman.
Yechimini hali ko'rmadim, lekin shunaqa ishlagan bo'lsang to'g'ri. Prosta bu qizishib olishlar uchun masala edi. Ketdik. Birinchi savol tushunarlimi, o'quvchilar? Albatta, masala yechgandan keyin oxirida javobni yozib qo'yinglar. Tushunarlimi javob deb. Bu sizlarni anaqalaringizni oshiradi. Yechimlaringizni kuchliligini oshiradi. Agar javobni oxirida yozmasanglar, qaysidir ma'noda yechimlaringiz kuchsiz bo'lib qoladi. Misol uchun, xalqaro olimpiadada ham, masalan, imolarda ham oxirida answer deb javobni yozib qo'yish kerak. Masalan, ba'zi misollarda, masalan, funksional tenglamalarda mana shunaqa qilish kerakda. Xullas, javobni yozinglar har qanaqa vaziyatda. Endi birinchi masala tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Bu haqiqatda spesifikatsiyada berilgan grafikka oid savollarga doir edi. Ko'rgan bo'lsangizlar. Tushundingizlar? Xo'p, sizlar bu grafikka qarab tahlil qila olishingiz kerak. Javob necha chiqdi? Hamma chatga yozsinchi ikkinchi masalaning javobini. Ikkinchi masalaning javobi chatga. Demak, Durdona, Davlatbek, Temur, Abduhalil, Shohrux, Abdurahmon, Xiyomi kim edi? Ishqilib. Zaynab begim yecha olmadingizmi? Ozoda yecha olmadingizmi? Yo'q, ustoz chiqmadi. Menda ham chiqmadi ustoz. Bilasizlar, funksiya mavzusi testda ham tushishi mumkin, yozmishda ham tushishi mumkin. O'shaning uchun hozir funksiya mavzusiga doir mana shunaqa grafikli savollarga doir hozir 60 ta masala yig'ildi, yana 40 ta masala yig'yapmiz. 2 martadan 50 tadan bo'lib berishga, bitta boshida, bitta oxirida yozmash uchun. Xuddi mana shunaqa masala yechasizlar faqat. Mana shunaqa chiziqli funksiyaning grafiki haqidagi. Xo'p, ketdik yechish. Birinchi bo'lib, buni oddiy yechib olish kerak. Mana bunaqa yechim haqida o'ylamanglar, hali yechim yozish haqida o'ylamanglar. Xuddi sizlar testda o'tiribsizlar, buni yechish kerak. Qanday tahlil qilamiz? Nuqtalarga qarasizlar, bu yerda grafikka qarasizlar, ikkita funksiya bor. fx funksiya bor, gx funksiya bor mana. fx mana bu, gx mana bu pastga qarayotgani. Qaysi nuqtalar tegishli ekanligiga qaranglar. Masalan, fx funksiyaga mana bu nuqta tegishli, uchuv bir nuqta. Mana x3 funksiyaning qiymati 1. Ya'ni mana shu uchuv bir nuqta tegishli degani o'quvchilar, mana bu fx funksiyaga nima degani? X ga 3 qo'ysangizlar, natijasi 1 chiqadi har doim degani. Ya'ni f3 1 chiqish kerak degani mana. X ga 3 qo'ysangizlar 1 chiqadi degani. Mana bu yoqda gx funksiyaga qarasizlar. Voy, mana bu yoq tushmay qolibdimi? Yoki yo'q, mayli. Mana bu 2 degan nuqtasi shart emas, chunki 2 degan nuqtasiga qarasizlar, bu nima emas. Bu yoqdagi qiymati ma'lum emas. Shu uchun sizlar 2 dan foydalana olmaysizlar hozir. Mana bu 2 dagi qiymatidan. Sizlar mana bu yerdagi qiymatdan foydalaninglar. Mana bu y o'qini kesib o'tyapti-ku. Demak, 0.4 degan nuqta tegishli bu funksiyaga. 0.4 degan nuqtadan o'tadi mana. gx 0.4 degan nuqtadan o'tadi. Xo'p, men bunaqa o'tadigan nuqtalarni nimaga yozyapman? Mana, demak, gx 0.4 nuqtadan o'tadi, fx demak 3.1 nuqtadan o'tadi. Bu o'tadigan nuqtalarni nimaga yozyapmiz? Sababi mana bu yerda funksiyalarni berilishda noma'lumlar bor hali. A va b bor. O'sha a va b ni sizlar grafikdagi o'tayotgan nuqtalardan foydalanib avval a va b ni topib olishingiz kerak. Birinchi maqsadimiz o'sha bo'lishi kerak. Keyin mana bu m nuqtani topganda e'tibor bersizlar, bu m nuqta ikkita funksiyaning kesishish nuqtasi. O'sha keyin ikkita funksiyani bir-biriga tenglashtirib m ni topsa bo'ladi bemalol. Ya'ni m bu x. X ni topsa bo'ladi bemalol. Shu uchun birinchi maqsadlaringiz a va b ni topish bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'p, ketdik. Qanday yechamiz endi? Mana men sizlarga ideyasini, g'oyasini tushuntirdim. Mana shu taktikada yechamiz. Xo'p, fx ga qaradik.
To'g'rimi? Demak, fx qaysi nuqtadan o'tdi? Mana bu nuqtadan o'tdi. Demak, fximiz mana bu yerga yozay. Fximiz bu modul x minus 3 qo'shilgan a va demak fx 3/1 demak nuqtadan o'tdi. Nuqtadan o'tadi. Mana grafikdan shuni ko'rish mumkin. Bu degani x ga 3 qo'ysak, ya'ni f3 1 chiqish kerak degani. O'rniga qo'yamiz mana bu tenglamaga. X ga 3 qo'ysak nima bo'ladi mana? 3 minus 3 qo'shilgan a barobar 1 bo'ladi. Ya'ni a barobar 1 bo'ladi. Xo'p, nuqta. Ani topdik. 3/1 nuqtadan o'tgancha ani topdik. Endi gx ga qaraymiz. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, shu yerga nuqta qo'ymasdan oldin fx ni ko'rinishini yozib olay. Fximiz qanaqa ko'rinishda ekan? X minus 3 ning moduli plus 1 ko'rinishda ekan. Mana nuqta virgul bo'ldi. Xo'p, mana bu yerga 1 qo'yib qo'ysam ham bo'lardi. Endi 2. Gx ga qarasak. Gx ga qarasizlar, tenglamasi qanaqa ko'rinishda edi? Minus modulda x minus 2 plus b. Minus modulda x minus 2 plus b. Xuddi shunday. Qaysi nuqtadan o'tishini ishlatamiz. Boya aytdim. Mana bu 2 bizga foyda beradimi yo'qmi? Mana bu 2 nuqtaga anaqa shtrix chiziq bilan belgi qo'ygani bizni chalg'ityapti faqatgina bu. Bu foyda bermaydi, chunki 2 dagi mana bu qiymat yo'q. Mana bu qiymat yo'q. Shuning uchun bu nuqta foyda bermaydi. 2 ni chalg'itish uchun qo'ygan. Bizga mana bu nuqta 4 nuqtadan, 0.4 nuqtadan o'tayotgani foyda beradi. Gx grafik, demak Gx 0.4 nuqtadan o'tadi mana. Nuqtadan o'tadi. 2 nuqta qo'yamiz demak. Bu degani nima degani? J0 x ga 0 qo'ysam qiymati 4 chiqish kerak degani. Nuqta. O'rniga qo'yadigan bo'lsam endi tenglamasini yozib o'rniga qo'yadigan bo'lsam J0 barobar o'rniga qo'yinglar x ni o'rniga 0 ni. Minusda modulda 0 minus 2 plus b. Bu nima chiqadi? Minus 2 plus b chiqadi. Ana shu 4 ga teng bo'lishi kerak. Bu 4 ga teng bo'ldi degani o'quvchilar b teng necha bo'lishi kerak degani? 6 bo'lishi kerak degani. B teng 6 bo'lishi kerakmi? Demak, Gx funksiyani ko'rinishi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Gx barobar minusda modul x minus 2 plus 6. Mana. Bo'ldi o'quvchilar. Birinchi bosqich tugadi. Ya'ni fx ni ham gx ni ham ko'rinishini topib oldik. Endi m nuqtani qidiramiz grafikdan. Grafikni analiz qiladigan bo'lsanglar o'quvchilar, funksiya umuman olganda ikkita nuqtada kesishyapti o'zi. Bittasi mana shu 0.4 nuqtada kesishyapti. Bittasi mana shu m nu nechidir nuqtada kesishyapti mana. Ya'ni bu ikkinchi kesish nuqtasi m. Ya'ni grafikning o'ng tomondagi kesishish nuqtasining x koordinatasi bu m. Qaytaraman demak. Demak, ikkala grafikni ham o'ng tomondagi kesishish nuqtasining x koordinatasi m. Endi e'tibor beringlar. M turgan joyda x nima bo'lyapti? M turgan joyda x 3 dan katta yoki teng bo'lyaptimi yo'qmi? Qaranglar qani. Grafikni analiz qilsangizlar. Mana shu faktimga hamma qo'shiladimi? X 3 dan katta yoki teng. Mana. Demak, men bu yerga yozaman. Grafikda m turgan joy x katta yoki teng 3. Mana. X katta yoki teng 3 joyda turibdi. 3 dan o'ng tomonda turibdi. Demak, 3 dan o'ng tomonda tursa, fx funksiya qanaqa ko'rinishda bo'ladi u tomonda? Ya'ni fx ning mana bu chizig'i qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Chunki modul qatnashgan bo'lsa, endi ishoraga ham bog'liqda u yoqda. X 3 dan katta bo'lsa, o'quvchilar modulni tashlashni bilasizlar-a? X 3 dan katta bo'lsa, x minus 3 har doim musbat bo'ladi, 0 dan katta yoki teng bo'ladi va biz modulni shunchaki tashlab yuborishimiz mumkin.
Mana x minus 3 plus 1, ya'ni x minus 2 bo'ladi mana. Endi gx qanaqa ko'rinishda bo'ladi? X 3 dan katta bo'lsa, mana bu x minus 2 ham yana musbat bo'ladida, modulni shunchaki tashlab yuborishimiz mumkin. Oldida minus turaveradi, minus x minus 2, chunki bu minus moduldan chiqqan minus emas, bu oldindan berilgan minus. Plus 6 va bu o'quvchilar 8 minus x ni beradi. Mana. Mana funksiyaning grafigi mana shu 0 4 nuqtadan. O'shaning uchun Ustoz, lekin y koordinatada turli raqam funksiyani y kesib o'tgan nuqtasi emas-ku bu yerda. yaxshi biladi, lekin koordinata o'qi ustida turgan nuqtalarni yaxshi bilmaydi. Masalan, mana shu 4 nuqtaning, mana bu y o'qida turgan 4 degan nuqtaning koordinatasi nima bo'ladi? 0 4 mi, 4 0 mi? 0,4. 0 4 bo'ladi. Mana bu nuqtaning koordinatasi, mana shu nuqtaning koordinatasi 0 4 bo'ladi. Ikkala funksiya ham shu yerdan o'tyapti o'zi. Ikkala funksiya ham shu yerdan o'tyapti. Ikkala funksiya ham shu yerdan o'tyapti. O'zi aslida fx funksiyani Men mana bu o'yladim. bir nuqtadan o'tishini emas, ikkalasining ham 0,4 nuqtadan o'tishini aniqlab, a va b ni topsa ham bo'laverardi. Faqat biz 3-1 nuqtadan o'tadi ekanligidan foydalandik. Ustoz, lekin men o'yladimda, ishlayotganda grafikda jx funksiya mana shu grafikda uch hisoblanadi deb eslab ketibman-da. Grafikning uchi hisoblanadi deb nima degani endi u? Shunday. Mesela m'ni topdik va topmagansan. M'ni 6 deb yozding menimcha chatga, to'g'rimi? Mana shu pastga tushsa, absissa o'qi 2 raqamiga borib taqaladi-ku baribir. Qanday pastga tushsa? Xo'p, absissa o'qi 2 raqamiga borib taqaladi, lekin gx funksiyaning x teng 2 dagi qiymati nechiga tengligini bilasanmi? Nechiga teng? X teng 2 dagi qiymati. Mana x. Mana bu yerda men boya Y 4 aytdim. bo'ladi-da, x 2 bo'lganda y 4 bo'ladi. Xatoda shu fikring mana yaxshi tahlil qila olmading. X teng 2 bo'lganda gx funksiyani qiymati mana bu yerda bo'ladi. Mana bu nuqta bo'ladi va uni mana bu yerdan qidirasan. Bu noma'lum. X teng 2 bo'lganda gx funksiya 4 bo'ladi degan gaping xato. X teng 0 bo'lganda gx funksiyang 4 bo'ladi mana bu yerda. Grafikni tahlil qilishni yaxshilab o'rgan, Bahrom. X teng 2 bo'lganda funksiya qiymati 4 bo'lmaydi. Mana shu savolni kimlar tushundi? Chatga plus qo'yib yuboringlar qani. Mana shuncha tushuntirganimiz kimlarga tushunarli bo'ldi? Yozishni ham o'rgandingizlarmi o'quvchilar? Qanaqa qilib tartibli qilib yozishni? Okey. Ozoda tushunmagan bo'lsangiz, bemalol audiozni ochib, mana shu yerda tushunmay qoldim deb so'rasangiz, davom etib ketamiz. Tushunib. Ustoz, O'quvchilar, men faqat analiz qilib olishim kerak. Okey, bo'pti, analiz qilib oling lekin darsdan keyin, xo'pmi? Ko'proq misol eshitsangiz bunga doir o'quvchilar qiyin emas bu mavzu. Chochib tashlaysizlar, xavotir olmanglar, xudo xolasa. Faqat shu bir 30-40 ta misol aytinglar, mana shunaqa grafik analiz qilishga doir. Masalan, men ham yoshligimda mana bunaqa chiziqli funksiya emas-u, mana bunaqa funksiyalarni, hosilasi ham berilgan funksiyalarni grafikdagi ko'rinishlari borda. O'shalarga qarab funksiyani tahlil qilishga qiynalardim mana 8-sinf, 9-sinfligimda. Mana hosilalar kerak bir nima, o'sha narsalarga qiynalardim. Lekin ana shunaqa misollardan bir
10 ta 20 ta eshitganimdan keyin o'sha misollarni yoqtirib qolganman. Agar sizlar mana shunaqa misollarda qiynalsanglar, xavotir olmanglar. Xudo xohlasa mana shunaqa misollardan ko'proq yechganlaringizdan keyin уже bunaqa misollarni yoqtirib qolasizlar. Grafikka qarab analiz qilishni. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. 3-misolga o'tamiz. Kombinatorika ekan. Chop bilan chatga yozamiz. Ustoz nimaga kombinatorika osonni tashlagansiz? O'zi beshala savol ham oson tashlaganman. Beshala savol ham. Prosta bolalarni motivatsiyasi tushmasin, prosta qizishib olsin, kirib olsin degan ma'noda. Xavotir olmanglar. Sal qiyin savollar ham yechamiz keyinchalik. Menimcha-chi, mana bunaqa bo'lsa kerak kombinatorika savoli. Kombinatorika savoli ikkita shartli qilsa bo'ladi. A shartida nimanidir sonini so'rab, B shartida esa nimanidir ehtimolini so'rab. Mana shunaqa qilib savol tashlasak yaxshi. Shunda ham kombinatorikani ham ehtimolni anaqa qilib ketadi o'quvchi, yechib ketadi. Misol uchun, yozmish masalasida A sharti kombinatorikadagi biror narsani soni, necha xil usulda yoki necha xil nechta degan savol. B shartida esa mana shu narsani ehtimoli. Biror narsani ehtimoli. Xo'p, chatda javoblar keldi. To'g'ri javob 57600 bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Xo'p, qanday yechamiz? Sizlar bu yerda o'sha kombinatorikadagi C va A larni yaxshi bilishlaringiz kerak yoki bo'lmasam ko'paytirish qoidasini yaxshi bilishlaringiz kerak, yetarli. Ko'paytirish qoidasini yaxshi bilishlaringiz kerak, yetarli. Xo'p, qanday yechamiz? Demak, bizda nima berilgan? Bizda jami 9 kishi bor. 4 kishi oldingi qatorda, 5 kishi orqa qatorda o'tiradi. Ya'ni mana bundoq. 1 2 3 4 keyin 1 2 3 4 5 mana. 5 kishi orqa qatorda o'tiradi. Tushunib olishlaringiz uchun mana shunaqa. Masala shartida aytayapti, A birinchi qatorda o'tirsin deyapti. Mana bu A birinchi qatorda o'tirsin deyapti. B va C ikkinchi qatorda o'tirsin deyapti mana. Mana shu ikkinchi qatorda o'tirsin deyapti. Mana shunaqa joylashtirishlar nechta? Xo'p. Ana endi bu yerda birinchi navbatda A ni birinchi qatorga qo'yishlar sonini topamiz. Tushunarlimi? Ya'ni birinchi bo'lib, qayerdan yozsam bo'ladi? Mana bu yerdan yoza qolay. Yaxshisi. A ni demak birinchi qatordagi 4 ta joydan biriga qo'yamiz. 4 ta joydan biriga nima qilamiz endi? Qo'yamiz. Buni soni nechta bo'ladi o'quvchilar? 4 ta joydan bittasiga qo'yishlar soni. O'zi 4 ta joy bor. 4 ta bo'ladi. Bizda bunaqa imkoniyatlar 4 ta. Misol uchun birinchisiga qo'ysam bo'ladi, ikkinchisiga qo'ysam bo'ladi, uchinchisiga qo'ysam bo'ladi, to'rtinchisiga qo'ysam bo'ladi. Bunaqa tanlovlar soni 4 ta. Xo'p, ketdik. Ana endi ikkinchisi B va C ni hozir B va C ni orqa qatordagi, demak, orqa qatordagi 5 ta joyga joylashtiramiz. 5 ta joydan ikkitasiga joylashtiramiz. Shu joylashtiramiz so'zini pastdan yozaydi, kelinglar. Ikkitasiga joylaymiz. Bular nechta bo'ladi? Aytinglar qani? 5 ta joydan ikkitasiga joylashlar. C 5 u 2 bo'ladimi yoki 5 ga 4 bo'ladi? 5 kara 4 bo'ladimi? A 5 u 2 bo'ladi. A ni yaxshi biladigan o'quvchilar A 5 u 2 desa bo'ladi yoki C ni yaxshi biladigan boshqa o'quvchilar. Xullas A bilan C qilmasdan kelinglar, chunki A bilan C ni ishlatish bu kuchli anaqa
Xo'p, shuning uchun eng oson ko'paytirish usulidan foydalanamiz. Tasavvur qilinglar, B va C bor. B uchun nechta joy bor? B uchun. Birinchi holatda mana keldingizlar, mana B ni joylashtirmoqchisizlar. B uchun nechta joy bor? Xohlagan marta. 5 ta joylaringiz bor. Yo'q, B uchun 5 ta joy bor, tamom. Ikkinchi B uchun qatorda 5 ta. B uchun 5 ta joy bor. Ana endi B ni qo'ydingizlar, tasavvur qilinglar. Keyin yonidagi C uchun nechta joy qoladi? 4 ta joy qoladi. Bu degani o'quvchilar B va C ni bir vaqtda joylashtirishlar soni 5 kira 4 20 ta bo'ladi mana. Mana shu yerdagi ta'larni xil-xil qilib qo'yay. 5 4 xil 20 xil. Mana. Ana endi o'quvchilar A ni joylashtirdik birinchi qatorga, B va C ni ikkinchi qatorga joylashtirdik. Endigi muammo qolgan 6 kishi qoldi. Qolgan 6 kishini nima qilamiz? Chunki 9 kishi edi bular hali. Qolgan 6 kishini qaytaradi bo'ladi. Qolgan 6 ta joyga joylaymiz. Bularni anonsi ahamiyatsiz. Nima deydi? Tartibi ahamiyatsiz. Shuning uchun o'rnini almashtirib tashlayveramiz. 6 kishini 6 ta joyga joylashtirish 6 faktorial. Ya'ni 720 xil usul bo'ladi mana. 720 xil usulda bo'ladi. Demak endi jami hamma 9 ta odamni ham joylashtirishlar soni nechta bo'ladi? 4 ko'paygan 20 ko'paygan 720, ya'ni 57600 xil. Javob 57600. Qani kimlar tushundi? Chatga plyus qoldirsanchi? Okey, ketdik. 4-masalaga o'tamiz va nihoyat geometriya. Zo'r. 4. Kimdan nechi chiqdi? Javoblarni yozinglar. 4-savol juda ham oson savol. Adashmasam. Chaki bitta Pifagordan chiqadi. To'pa-to'g'ri. Juda ko'pchilik to'g'ri javob jo'natyapti. 10 ildiz 3 chiqadi. 10 ildiz 3 chiqadi. Xo'p, endi 10 ildiz 3 chiqsa, bu yerda ba'zi narsalarni yozish kerak o'quvchilar. Ya'ni sizlar formulada o'sha uchburchakning balandligi qanday bo'ladi? CJ1 masofa qanday bo'ladi? O'sha narsalarni bilasizlar, lekin iloji bo'lsa o'quvchilar geometrik savollarda o'sha narsalarga qisqa izoh beringlar. Masalan, uchburchakning nega CJ1 balandlikning 3dan 2 qismiga teng bo'ladi? Chunki bu yerda sizlarni mana bu narsani bilishlaringizni bilish kerak tekshirayotgan odam. Ya'ni uchburchakni medianalar kesishadi, medianalar kesishgan nuqtada 2/1 nisbatda bo'linadi. Shu sababli mana bu CJ2 mediananing 3dan 2 qismiga teng bo'ladi. Mana shu faktlarni bilishlaringiz kerak. E'tibor bergan bo'lsangizlar, spesifikatsiyada ham o'quvchi mana shu mediana kesishgan, bisektrisa kesishgan, mana shu xossalarni biladi, bilishini tekshiramiz deb yozgan. O'shaning uchun yozayotganda yechimni mana shu faktlarni qisqa yozib ketinglar, chunki sizlarni o'zlaringiz yozganliklaringiz bilinsin. Ketdik. Demak, CJ1 bilan CJ2 ni tutashtiramiz. CJ1 bilan CJ2 ni tutashtiramiz. Demak, avval o'zimiz yechib olamiz. Bilasizlar, muntazam bo'lgandan keyin mediana ham bisektrisa bo'ladi, ham balandlik bo'lib ketadi, to'g'rimi? Shu sababli mana bu burchaklar 30 gradusdan qoladi mana. Mana bu burchaklar ham. Mana bu burchak ham 30 gradus bo'ladi.
Endi ko'ryapsizlar, mana shu J1 C J2 uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak bo'ldi. J1 J2 ni topish uchun Pifagor qo'llasangizlar bo'ldi. Faqatgina endi CJ1 bilan CJ2 ni topishlaringiz kerak. Bu yerda masala oson, shuning uchun yechimni ketma-ketligini tuzamiz. Qanday yozish kerak? Demak, juda turli usuli bor. Masalan, hozir eng qisqasini tanlasam qaysi bo'ladi? O'sha CJ1 ni topib ketgan yaxshiroq. Bunday qilaylik, yaxshisi. Mana bu faktni ham yozay. Demak, tomoni A ga teng. A ga teng. Muntazam. Demak, uchburchakning balandligi h barobar a ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Shunaqami? A ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Agar mana shu yerga mana bunaqa qilib qisqa qilib yozib qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin bu juda oson fakt-ku, lekin yozgan yaxshi deb o'ylayman. Mana bunaqa qilib chekkadan chizib qo'ysanglar, hech kim urushmaydi sizlarni. Mana balandlik h a taqsim 2 a taqsim 2. Demak, Pifagorga ko'ra h kvadrat teng a kvadrat minus a kvadrat taqsim 4. Demak, h barobar a ilzosi 3 taqsim 2. Mana bo'ldi. Endi ikkinchi fakt. Mana bu birinchi fakt edi. Mana bu birinchi fakt. Hozir bu birinchi fakt. Ikkinchi faktimiz quyidagi faktimiz. Medianalar kesishgan nuqtagacha bo'lgan masofa. Medianalar kesishgan nuqtaga teng tomonli uchburchakda, demak, teng tomonli uchburchakda, demak, CJ deyman. J nuqta endi medianalar kesishgan nuqtasi. CJ nimaga teng? 2 taqsim 3 h ga teng. Mana 2 taqsim 3 h ga teng. Balandlikning 3 dan 2 qismiga teng. Agar buni h ni o'rniga qo'yadigan bo'lsangizlar, 3 taqsim 2 ko'paygan a ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi va bu ikkilar qisqaradida a taqsim ilzosi 3 bo'ladi mana. A taqsim ilzosi 3 bo'ladi. Mana shu narsalar tushunarlimi? Agar mana shu narsa ikkita faktdan foydalandik. Keyin mana buni ham yozib ketaylik. Chizmaga qo'ydik-ku, lekin pastga tushirmadik mana shu faktni. Burchak. Mana buni. CJ1 CJ2 bisektrisa. Demak, bundan kelib chiqadi bizdagi mana bu burchaklar. Burchak AC J1 teng burchak DC J2 teng 30 gradus. Mana. Bo'ldi. Mana shu faktlar yetadi. Bundan kelib chiqadiki, burchak J1 C J2 90 gradus. Xo'p. Hozir men masalani oxirida bitta gap aytaman. Demak, ketdik. Uchburchak ABCda. CJ1 teng bo'ladi. Mana bu yoqdagi a taqsim ilzosi 3 deb topgan formulamizga ko'ra 18 taqsim ilzosi 3. Ya'ni 6 ilzosi 3 bo'ladi. Uchburchak DS'da CJ2 24 taqsim ilzosi 3. 8 ilzosi 3 bo'ladi. Bo'ldi. Endi uchburchak J1C J2 da Pifagor. Bundan kelib chiqadiki, J1 J2 ni kvadrati barobar CJ1 kvadrat plus CJ2 kvadrat barobar
O'rniga qo'ysangizlar 633 kvadrati plus 833 kvadrati barobar xullas 300. Bundan kelib chiqadiki J1 J2 10 Agar masalada iloji bo'lsa santimetr belgilangan bo'lsa, sizlar ham oxirgi santimetr qo'shib qo'yinglar. Birliklarni unutmanglar. Aytib bo'ladimi, tekshirayotgan odam juda ham injiq bo'lsa, mana shunaqa qilib injiqlik qilishi mumkin. Shuning uchun javob 10 santimetr. Mana. O'quvchilar, tushunaman, bu masala oson. Bunaqa qilib juda uzun qilish shart emas. O'zi umuman yechayotganda. Lekin agar masala qiyin bo'lsa, yozishni o'rganish uchun mana shunaqa oson masalalarda yechim yozishdan boshlash kerakda. Keyin ana qiyin masalalarda yechim yozish shakllanadi sizlarda. Oson bo'lsa ham to'g'ri, masalan, mening ham yuragim siqilib ketadi. Voy, shu narsani ham yozib o'tirishim kerakmi deb. Lekin o'quvchilar qoida shunaqa, iloji boricha mana shunaqa miyangizdagi har bitta fikrni yetkazib bera olinglar. Oson masalada ham, qiyin masalada ham sabrli bo'linglar. 4-masala tushunarlimi hammaga? Chatga plus qoldiringlar, yechish yozish. Kimda savoli bo'lsa bersa ham bo'laveradi. Beshga o'tamiz. O'quvchilar ozgina e'tibor bermisizlar, shamollaganman biroz. Jahongir, tushunmadingmi? Ha, ustoz harakat qilib ko'rdim, lekin aniq javob chiqmadi. Yo'q, 4ni tushunmadingmi yo 5nimi? 5ni. Hali 5ni so'ramadim. Xo'p, o'quvchilar ketdik. 5 kimda necha javob chiqdi? Qanaqa javob chiqdi? Besh. Hech kim yecha olmadimi? Bitta Ozodbek yechibdi. Ozodbek to'g'ri yechibsan. 8 chiqadi. 8 chiqadi. O'quvchilar, bitta narsani men sizlarga aytib qo'yay. Har doim mana shunaqa murakkab shaklni yuzi kelsa, g'alati shakllarni yuzi kelsa, iloji boricha shu shaklni to'ldirib olishga harakat qilinglar har doim. Tushunarlimi? Har doim to'ldirib olishga harakat qilinglar. Shunda mana shu belgilangan yuzani topish uchun ayirishdan foydalanasizlar. Hozir bunday qilamiz, qaranglar. G'oyani aytaman. G'oya mana buni davom qildirish bo'lishi kerak. Mana bu ham 90 bo'ladi hali. Ko'rsataman. Keyin mana bu 4 burchakni yuzidan mana bu 3 burchakni yuzini ayirib qo'ysangizlar, mana bu shtrixlangan joy chiqadi. Xo'p, ketdik. Mana shuni qilamiz hozir. Kelinglar, oldin yechimni yozishga o'tishdan oldin qisqa mana shuni isbotni sketchini ko'rsak, ya'ni skeletini ko'rsak, qanday yechamiz buni? Aslida. Xo'p, e'tibor bersizlar, gaplarimga e'tibor berib turing. Bu yerda muntazam 6 burchak berilgan. Sizlar muntazam ko'p 6 burchak bilan tanish bo'lishlaringiz kerak. Muntazam 6 burchaklari necha gradusdan bo'ladi? Xo'sh, 120 gradus. to'g'ri, 120 gradusdan bo'ladi. Muntazam 6 burchaklari. Mana buni davom ettirsam, qaranglar. Xo'p, masalada aytyapti, AP bilan BC parallel deyapti. AP bilan BC parallel bo'lsa, AP bilan mana bu FY ham parallel bo'ladimi? Chunki muntazam 6 burchakda FY bilan BC ham parallel bo'lishi kerak. U parallel bo'lsa, o'quvchilar, mana bu burchak 90 bo'lgani uchun mana bu ham nima bo'ladi endi? 90 bo'ladi. Ya'ni RP bilan FY perpendikulyar bo'ladi. Chunki FY bilan AP parallel, mana bu RP bittasiga perpendikulyar, demak ikkinchisiga ham perpendikulyar bo'ladi. U yoq perpendikulyar bo'lsa, mana buni o'tkazganimizdan keyin mana bu yer ham perpendikulyar bo'ladi o'sha. Chunki bu kvadrat. Bu perpendikulyar bo'lsa, mana bu 120 bo'lsa, mana bu 60 bo'ladi.
Bu 60 bo'lsa, mana bu burchak nechi bo'ladi? 30 bo'ladi. Mana. Ana endi muntazam oltiburchakning tomoni 4 bo'lsa, 30 gradusli burchak qarshisidagi katet mana bu 2 bo'ladi. Kvadratning tomoni 5 edi. Kvadratning tomoni 5 bo'lsa, mana bu yerda qolgan qismcha 3 bo'ladi. Mana bu to'g'ri burchakli uchburchakka qarasizlar, mana bu qismi nechi bo'ladi endi? 60, 30, 4, 2 bo'lsa, ikkinchi kateti 2 ilzosi 3 bo'ladi. Ana endi bo'yalgan yuzani topish uchun mana bu yerda hosil bo'lgan to'g'ri to'rtburchakning yuzidan to'g'ri burchakli uchburchakning yuzini ayirib tashlasa bo'ldimi? Ya'ni mana bu tomoni 5, mana bu tomoni 2 ilzosi 3, demak 5 kara 2 ilzosi 3 bu 10 ilzosi 3 bo'ladi. Mana bu uchburchakchaning yuzi esa 2 kara 2 ilzosi 3 taqsim 2, 2 ilzosi 3 bo'ladi. 10 ilzosi 3 dan 2 ilzosi 3 ni ayirsak 8 ilzosi 3 bo'ladi mana. Qaranglar qani, buni Chernovik sifat yechganimizda tushundingizlarmi yechimini? Nima bo'layotganini Chernovik sifat yechganimizda. Savollaringiz bo'lsa beringlar. Qayerda nima bo'layotganini tushunmay qolgan bo'lsanglar. Yo'q, tushunarli ustoz. Ana endi mana shu yechimni tushungan o'quvchi endi mana shuni chiroyli qilib daftariga yozib olishi ham kerak, yoza olishi ham kerak. Davay ketdik. Endigi maqsadimiz mana shu qilgan ishimizni ketma-ketlikda yozish. Birinchi bo'lib nima qildik? Birinchi bo'lib ana uni perpendikulyarligidan foydalandik va mana bu nuqtalarni ham kiritib olish kerak. Chunki sizlar kelajakda mana bu nuqta bilan ishlaysizlar. Mana shu nuqta bilan ishlaysizlar. Buni ham qanaqadir kiritib olinglar. Mana bu nuqtani ham kerak bo'lsa kiritib olinglar. Mana shunaqa endi sal mayda texnik joylari bor. Xo'p. Aytaylik. Mana buni o'chirasizlar keyinchalik chizmadan. Hozir 1 sekund o'qishlar. Ketdik. Demak, bunday qilamiz, qaranglar. YF bilan kesishsin RP. Qaysi nuqtada deymiz? M nuqtada deymiz. Ya'ni mana bu nuqtani M deb belgilaymiz. Keyin nuqta virgul YF bilan kesishsin AC. Qaysi nuqtada deymiz? N nuqtada deymiz. Mana N nuqtada deymiz. Nuqtalarni kiritib olish. Mana shunaqa kiritib oldik. Endi ikkinchi qilgan ishimiz eslanglar nima? Mana bu parallellikdan mana bu burchaklarning 90ligini bilish edi. Mana bu yerda bitta narsani bilinglar. Mana bu muntazam oltiburchak. Demak, ABCDF ABCDEF muntazam olti burchak. Endi sizlar u yoqda so'z bilan yozinglar, xo'pmi? Bo'lgani uchun. Demak, har bir burchagi, ya'ni burchak F mana bizga kerak. Burchak F 120 gradus mana. Va YF bilan BC parallel. YF bilan BC parallel mana. Mana qaranglar, ABCDF 6 burchak bo'lgani uchun bizga kerakli bo'lgan ikkita xossasigina ajratib yozdim. Ya'ni burchak F 120, ana YF bilan BC parallel. Bo'ldi. Ana endi masala shartidan foydalanaman. Masala shartida AP bilan BC parallel edi. Shartga ko'ra AP parallel BC. AP parallel BC. Bundan kelib chiqadiki, nima bo'ladi? AP bilan YF ham parallel bo'ladi. AP bilan YF parallel bo'lsa, qaysi chiziqlar perpendikulyar bo'ladi? RP bilan
perpendikulyar bo'ladi. YF mana bu bilan bu perpendikulyar bo'ladi va YF bilan perpendikulyar bo'ladi AC. Mana bu burchak 90 bo'lishini aytyapman. Bo'ldi. Endi chizmani mana shu yergacha chizdik. Va bizda mana bular bor. Hozir mana bu 5 yo'q hozircha, mana bu 3 ham yo'q, bu 2 ham yo'q. Xo'p. Mana bu 60 ham yo'q hali. Mana 4, 30 ham yo'q, 203 ham yo'q hali. Mana shular bor menda hozircha. 120, 90, 90 lar bor. Ana endi qaysiga o'tishim kerak? Mana buni 120 ni qo'shnisi 60 ga o'tishim kerak. Burchak chizmada n va n nuqtalar bor bo'lgani uchun burchak NFA teng 180 minus 120 teng 60 gradus. Demak, bu yerga yozdimmi, darhol chizmaga ham qo'yishga endi haqqim bor. Bundan kelib chiqadiki, burchak FAN 30 gradus. Bo'ldi, men bu yerga ham 30 qo'shishga haqqim bor endi. Ana endi bo'ldi. Tak. Bilamizki, shartga ko'ra, demak, yana shartga ko'ra AP teng necha edi? AP teng 5 cm nuqta virgul AF teng 4 cm. Ana endi chizmaga mana bu yerga 5, mana bu yerga 4 qo'ysam, meni hech kim urishmaydi, chunki pastda izohladim shartga ko'ra ekanligini. Ana endi men nimadan foydalanaman? Mana bu uchburchakda NF ni topaman. Mana buni 30 gradusli burchak qarshisidagi katet gipotenuzaning yarmiga teng ekanligidan foydalanaman. O'shani mana bunday qilib tushunarli qilib yoziladi. Uchburchak AFN da 30 gradusli burchak, demak, qarshisidagi ja so'z bilan yozish shart emas edi o'zi aslida. Katet mana 2 nuqta qo'yaman, bo'ldi уже. NF barobar AF taqsim 2. Mana shu xossani ham bilishimni men уже isbot anaqa qildim, ko'rsatib ketdim pastda izohlangan yechimda. 2 bo'lgandan keyin chizmaga ham darhol 2 qo'yaman. Bo'ldi. Bu 2 bo'lgandan keyin bundan kelib chiqadiki, Pifagorga ko'ra yozsangizlar ham bo'ladi. Mana AN ni kvadrati teng AF kvadrat minus NF kvadrat, ya'ni bu chiqadi 12 chiqadi. Bundan kelib chiqadi AN 2/3. Mana endi chizmaga 2/3 qo'yishga haqqim bor AN ga. Ko'rdingizlarmi? Ana endi qaranglar. Mana bu yerga endi asosiy maqsad ko'tasizlar. Bo'yalgan yuzlar nima edi? Bo'yalgan soha. S shtrix. Va alaykum assalom. Ustoz, shuni to'g'ri burchakli trapetsiyani yuzini topishdan qilsak bo'lmaydimi? Bemalol bo'ladi, unaqa qilsangizlar ham. Unaqa qilsangizlar ham bemalol bo'ladi. Men to'g'ri burchakli uchburchak trapetsiyani yuzini topishdan ko'ra ikkita sodda shakllarni yuzini ayirishni oson deb bildim. Chunki hozir o'yinga trapetsiyani kiritsak, уже yana bitta murakkab shakl kiritgan bo'lamiz. Bu yerdachi mana bu bo'yalgan shaklning yuzini topishning 3 xil usuli bor. Mana buni to'ldirib, mana buni ayirib tashlash yoki trapetsiya qilish yoki bo'lmasa mana bunaqa bo'lakka bo'lib ikkita uchburchak, ikkita narsani yuzini qo'shish. Yo, shunda mana asoslarini qo'shib ikkiga bo'lganimizda balandlikka ko'paytirsak chiqib keladi-da. Bo'ldi, unaqa qilsang ham bo'ladi. Men mana buni tanladim. S demak MPAN minus S NFA. Demak, mana bu barobar 5 ko'paygan 2/3 ayrilgan, mana bu NFA esa 2 ko'paygan 2/3 taqsim 2. 10/3 minus 2/3. Bu 8/3.
Agar santimetrda deb berilgan bo'lsa, santimetr kvadrat deb yozib qo'yinglar iloji bo'lsa. Mana javob 8,3 santimetr kvadrat. Mana o'quvchilar, mana bu 5-savolli yechimi edi. Kimlar tushundi va kimlar biror narsa o'rgandi? Chatga plyus qoldiringlar, savollaringiz bo'lsa beringlar bo'lmasam. Xo'p, masalan, mana maktabda o'qiganimda mana bunaqa yozmishlar yozganda yoki tuman olimpiadasiga chiqqanda mana shunaqa oson savollarga ham yechim yozish so'ralardida. Agar shu savolni yechimini yozmasdan kimdir menga doskada tushuntirib ber desa, 1 minutda tushuntirib bera olasizlar. Sizlar ham oralaringizda bor bilaman. Lekin shart va talab shu, yechimni mantiqiy ketma-ketlikda izohlab yozish kerak. Shuning uchun endi sabr qilib yozasizlar o'quvchilar. Faqat bitta narsa borda, chegarani ushlay olishlaringiz kerak. Juda qisqa va tushunarsiz bo'lmasligi kerak. Juda maydalashgan, hatto nuqta qo'ysa nuqtasigacha yozadiganlar bor. Virgul qo'ysa mana bu yerga virgul qo'ydim deb yozadiganlar bor. Ba'zilar yechim yozayotganda rahmat deb yozadi yechimiga. Unaqa qilmanglar. Qisqa lo'nda ushanglar. Ya'ni shunday narsa yozinglarki, shu faktni bilayotganlaringizni tekshirayotgan odam bilsin. Tushunarlimi? Masalan, mana 30 gradusli burchak qarshisa katet deb yozdim va men shu narsani bilayotganimni tushuntirdim ularga уже. Men shu narsani bilayapman. NF gipotenuzani yarmiga teng. Mana muntazam uchburchakda, olti burchakda burchak F 120 bo'ladi, EF bilan BS parallel bo'ladi, hattoki teng bo'ladi. Shu narsalarni mana уже bilyapmiz. Shuning uchun qisqa uchun yozib ketsangizlar ham bo'laveradi. Lekin shunaqa agar isbot talab qilinadigan mana o'tgan yilgi 5-savolni ko'rgan bo'lsangizlar, yozmishni hali ko'ramiz. 5-savolda ikkitami lemmadan foydalanilgan. Oxirgi qiyin savolda. Ularni isbotini yozish kerak deb o'ylayman. Hali unaqa savol yechmadik biz mo'k yozmishimizda. O'shanaqa qiyinlikdagi savollar yechsak, hali yozishni o'rganasizlar. Faqat bular prosta hozir oson. Men sizlarga bu narsani berishimdan maqsad, misolni 100% yecha olishlaringizga ishonaman. Faqat yechimni tartibli yoza olinglar. Men shu narsaga o'rgatmoqchiman hozir. Agar tartibliga o'rgansak, ertaga qiyin savolni ham tartibli bemalol yoza olasizlar. Agar men hozir sizlarga yechim yozishni hali ko'rsatmasdan, o'rgatmasdan turib birdaniga oldingizga qiyin savol beradigan bo'lsam, sizlarda 2 karra stress bo'ladi. Birinchisidan savolni yechish kerak, bu birinchi muammo. Keyin uni yoza olish kerak. Shuning uchun hozir sizlarga osonroq masala berdim. İşte masalani tezroq chiqaringlar va yechimni chiroyli qilib yozishni o'rganinglar hozir degan ma'noda. Keyinchalik masalalarni darajasini ozgina qiyinlashtiramiz. Xo'p, mana o'quvchilar, shu bilan mana bugungi 5 ta savolni ham tahlil qildik. Men o'zi bugun ichki gruppamdagilar bilan majlis qilmoqchi edim, lekin katta hamma bilan anaqa qilib yordim. Biror narsa o'rgandingizlarmi o'quvchilar bugun? Keyingi yozmishlarni biroz qiyinlashtiramiz. Menga savollaringiz bormi? Qandaydir? Yo'q, ustoz, rahmat sizga. Va alaykum assalom. Ustoz, savolim bor edi-da. Alberuniga ro'yxatdan o'tkazayotgan paytida o'sha til sertifikati so'rayapti-da. Xo'p. Keyingi etapga o'tkazmayapti. O'shani qanday qilsak bo'ladi? Majburiy emas deyilgandi-ku til sertifikati. Aytishdi-yu, biror narsa bo'sh faylmi, biror narsa yuklab qo'yinglar, lekin imtihon kunida keyin olib borasizlar uni. Biror bo'sh fayl yuklab qo'ysizlar o'sha o'rniga. Ro'yxatdan o'tkazaveradi, lekin imtihon kuni keyin olib borasizlar. Agar imtihon kuni olib bora olmasizlar, u sertifikatlaringizni, ana unga kirasizlar, imtihonga kirasizlar keyin. So'z o'sha hujjat topshiradigan paytda sertifikat yuklab turib ham qog'ozini ham olib borish kerak. Originalni olib borasizlar. Bu kim Photoshop yuklaganlar bo'lsangizlarchi, anaqaga nima deydi? Saytga. Qog'ozni ham olib borasizlar, yozilgan. Hali olmagandim-da shunga. Yo'q, bildim. Sen savolingga javob bitta bo'sh fayl yukla, bitta rasmni qog'ozga tushirdi, o'shani yukla. Boshqa narsa yukla. Yoki qog'ozga sertifikatimni 4-iyun kuni olib boraman deb yozib yukla. Farqi yo'q. Sertifikatingni 4-iyun kuni olib borasan. Agar sertifikat olmagan taqdiringda keyin imtihonga kirasan.
Yana qanaqa savollaringiz bor o'quvchilar? Ustoz, sotiladigan testlaringiz bormi? Sotiladigan testlarim yo'q-u, lekin mana bu gruppamizni stilini o'zgartiramiz. Yozmish va testga tayyorlanadigan, to'g'ri baza berib boriladigan va tahlil qilinadigan gruppamiz bor. O'shanga sizlarga ham e'lon qilaman, qo'shilsanglar bo'ladi hozir. Men kanalda bitta savol tashlayman, shu savolimga javob beringlar, keyin aytaman. Ham keyin o'quvchilar, bugun shanbami? Bugun mock e'lon qilsam bo'ladi, mock test. Ham yangi bot qildirdim, hozirdan aytib qo'yay sizlarga. Oldingi botlarimizda bilsangizlar 60 ta savolni ham javobini bittada chiqarardi. Men shunaqa bitta bot qildirdim. Matematik blok test yechadigan bot, ya'ni fizikani ham, matematikani ham, ingliz tilini ham alohida kiritasizlar, o'sha 20 talik, 20 ta, 20 ta, 15 ta qilib. Va keyin natijalaringizni ham har biridan alohida chiqarib beradi. Matematikadan nechta xato qildingizlar, qaysilarini xato qildingizlar, fizikadan nechta, qaysilarini xato qildingizlar, har birini chiqarib beradi, даже ballaringizgacha chiqarib beradi. Ya'ni oldingi botimizdan ancha qulay va sizlarni nazorat qilishga ancha oson. Shuning uchun o'sha bot bilan bugun test yechamiz, xudo xolasa, mock test yechamiz. Shuning uchun sizlar faol bo'lib turinglar va kanalda so'ragan savollarimga javob berib turinglar. Agar boshqa savollaringiz qolmagan bo'lsa, shu yerda to'xtatamiz o'quvchilar. Yo biror savollaringiz bormi? Bo'ldi, bo'lmasam Abduhalil, ko'p o'quvchilar, bitta gap aytaymi, sizlarni har kuni mock test yechish rivojlantirmaydi. Kuchli o'quvchi mock test yechish nima uchun kerak sizlarga bilasizlarmi? Vaqt kontroliga tushish uchun va imtihon muhitini his qilish uchun kerak mock test. Sizlarni kuchaytiradigan narsa shu mavzularga doir atroflicha qiyinroq test yechib, o'shani tahlil qilib borish kuchaytiradi sizlarni. Agar mavzularni o'rganib bo'lgan bo'lsanglar. O'shalarni yechayotganda keyin qaysidir mavzularda kamchiliklaringiz bo'lsa, o'sha mavzuga doir keyin bir 5-6 ta misol yechasizlarda, keyin yana test yechasizlar. O'sha narsa sizlarni kuchaytiradi. Mock testni haftaga 1 marta, 2 marta yechib boringlar hozir. Keyin imtihonga 1 hafta yoki 5 kun, 6 kun qolganda har kun mock test yechib, vaqtni, ya'ni o'sha 50 minutda matematikani yechadigan, 40 minutda fizikani yechadigan, mana shunaqa bo'lsanglar bo'ladi. Hozir ko'pchilik har kuni 2 tadan mock yechsam bo'ladi, har kuni 2 tadan mock yechsam bo'ladi degan xato tushuncha borda, bu xato fikr o'quvchilar. Har kuni mock yechish. Men bo'lganda sizlarning o'rningizda hozir men aytaman imtihonga qanaqa tayyorlanishimni. Hozir men kanalda sizlardan so'rayman, sizlar imtihonga qanaqa tayyorlanasizlar deb. Sizlar aytinglar birinchi qanaqa tayyorlanishlaringizni, keyin men aytaman. Agar nima qilgan bo'lsa, shu yerda tugatamiz o'quvchilar. Hammaga xayr. Bo'lmasam men stop qilaman zapisni o'zim uchun. Imtihon 1-iyulda.